Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida 1997-yil 19-fevral kuni tug'ilganman. Ismim Pardayev Inomjon Izzatilla o'g'li. 2021-yil 10-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda video tarqatdim. Alisher Navoiyni siymosini masxara qilib, bu ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Buni buncha nima darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Men juda ham katta xato qilibman. Butun O'zbekiston yuzini yerga qaratibman. Hammalaringizdan chin yurakdan kechirim so'rayman. Men bu darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Qilgan ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib kechirasizlar. Bilasizmi, bu Chevrolet Tracker emas, Onix emas. Keyin Tracker 2 emas. Bu Chevrolet Bolt EV komplektatsiyasida elektrический. Chunki mana bu yerda buni mana bu yerda lyukchasi bor, ochilsa zapravka qiladi. Diskllarni ko'rsatib bo'ladi. Diskoy tormozlar turibdi. Ichi ham chotki qilingani. Mana shunaqa mashinalar O'zbekistonda chiqishni boshlaydi. Hozir bu yangi turibdi. Kimga kerak bo'lsa Gida avtosalonga kelib olsangiz bo'ladi. Elektromoshinalar imенно mana shu O'zbekistonda chiqishni boshlaydi. Qaranglar, qanaqa zo'r ichlari ham chotki qilingan. Orqasi ham normalniy turibdi. Koja salon. Endi o'zbekcha komplektatsiyada bilmadim qanaqa salon bo'ladi. Koja yoki oddiy salon bo'lishi mumkin. Ichlari ham juda dahshat. Полностью elektrичествоda yuradi bu ham. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Bilasizmi, bu Chevrolet Tracker emas, Onix emas. Keyin Tracker 2 emas. Bu Chevrolet Bolt EV komplektatsiyasida elektrический. Chunki mana bu yerda buni mana bu yerda lyukchasi bor, ochilsa zapravka qiladi. Diskllarni ko'rsatib bo'ladi. Diskoy tormozlar turibdi. Ichi ham chotki qilingani. Mana shunaqa mashinalar O'zbekistonda chiqishni boshlaydi. Hozir bu yangi turibdi. Kimga kerak bo'lsa Gida avtosalonga kelib olsangiz bo'ladi. Elektromoshinalar imенно mana shu O'zbekistonda chiqishni boshlaydi. Qaranglar, qanaqa zo'r ichlari ham chotki qilingan. Orqasi ham normalniy turibdi. Koja salon. Endi o'zbekcha komplektatsiyada bilmadim qanaqa salon bo'ladi. Koja yoki oddiy salon bo'lishi mumkin. Ichlari ham juda dahshat. Полностью elektrичествоda yuradi bu ham. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.